haftada bir marta iste'mol qiling, butun yuz teringiz va tana teringiz taranglashadi. Bugun mana shu mavzuda biz videorolik qilamiz. Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolari, sevimlilarim, aziz YouTube doshlarim. Terimiz kundan kunga taranglashmasligi, osilib ketishi bu nimaga bog'liq? Biz mana bunday massajlar qilganimizda teri taranglashadimi? Yaqinda bitta mijozim kelib menda mana shunday savollar berdi. Uyda nimalar qilsak bo'ladi? Biz terimiz mana shunday osilgani bo'yicha qolaveramizmi? Uni taranglashtirib iloji yo'qmi degan savollarga bugun men sizga javob beraman. Buni albatta iloji bor. Biz uyda kollagenga boy bo'lgan payli sho'rvalarni iste'mol qiling. Bir haftada bir marta. Uni ichiga solishingiz mumkin. Suyaklar, iliklar, paylar hammasi 8 soat mobaynida qaynatib, ertasiga xolodez bo'lib qoladi. O'sha iste'mol qilganimizda bizni nafaqat terimizga, balki suyaklarimizga, bo'g'inlarimizga hammasiga koni foyda bo'ladi. Buni kollagenga aylanishi uchun hammamiz bitta qiladigan xatomiz bor. Izidan vitamin C ga boy bo'lgan nimadir iste'mol qilmaymiz. Vitamin C bilan birlashgandagina bu kollagenga aylanadi va terimizga juda ham yaxshi natija beradi. Agar teringiz juda ham osilib ketgan bo'lsa, bittada natija bermasligi mumkin. Chunki birinchi bo'lib bizda suyaklarimiz, bo'g'inlarimiz o'ziga oladi. Undan ortsagina oxirida bizni terimizga yetib keladi. Shuning uchun siz haftada 2 marta iching. Agar sizda osilish kuchli bo'lsa, osilish unchalik kuchli bo'lmasa, siz kechki paytda shuni iste'mol qilib, sizdan bitta kivi mevasi, kivi vitamin C ga juda ham boy, kivini iste'mol qilib, agar davleniya past bo'lsa, yarimta kivini iste'mol qilib uxlasangiz va kechqurun bizni kollagen kremimizni yuzingizga surib uxlasangiz, ertalab yuz teringiz tip-tiniq, tarang va chiroyli bo'lib yoshara boshlaydi. Mana shu kremni surtib uxlasangiz, tarkibida kollagen bor, ham ichkaridan, ham tashqaridan siz teringizga ozuqa bergan bo'lasiz. Tashqaridan kollagen krem, ichkaridan esa aytgan o'sha kollagenli sho'rvani iste'mol qiling. Qachonki biz ichki va tashqi ishlaganimizda tezroq natijalarga erishamiz. Endi bizda ishlab chiqayotgan natural mohim kosmetika tarkiblari haqida ham ozgina to'xtalib o'taman. Ular bitta yuzingizga mezoterapiya, vitaminli ukol olganingiz natijasini bera oladi. Nima uchun? Chunki tarkibida mana shunday tirik bo'lgan vitaminlar, ozuqalar, gullar ekstraktlari, o'simlik yog'lari bor. Shuning uchun bizni kosmetikalarimizdan foydalanib, juda ham ko'pchilik ayollarimiz tez yosharishmoqda. Siz ham bizni safimizga qo'shilib, tezroq yosharish, bezarar yosharish, foydali yosharish imkonini albatta qila olasiz. Endi kollagenli maskalarga keladigan bo'lsak, haftada bir marta kollagenli maska qilishingiz mumkin. Masalan, jelatin tarkibida ham kollagen bor. Oqartiruvchi, ajinga qarshi mohim maskalarimizga jelatin ozgina qo'shib foydalansangiz, sutga tayyorlab foydalansangiz, terini tez tortishtiradi va taranglashtiradi. Bundan haftada bir marta, 40-50 yoshdan keyin haftada bir marta foydalanish tavsiya qilinadi. Albatta, maskalardan keyin namlantiruvchi kremlar, kunduzi foydalanayotgan bo'lsangiz SPF kremlar, uning qoidasi bilan foydalanishingiz zarur bo'ladi. Kimda qanday muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling, sizni muammongizga tabiiy yechimlar beramiz. Endi massajga keladigan bo'lsak, massaj nima uchun foyda bermaydi? Massajning foyda bermasligi terimizni bu yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa faqat olib borishimiz qoladi, terini cho'zasiz. Shuning uchun yuzingizga ko'p tegmasligingizni maslahat beraman. Qachonki ozgina massaj bizga foydali bo'ladi, qachonki biz mana shunday foydali tarkiblarni yuzimizga surtib, uni singdirib 1-2 minut massaj qilganimizdagina bizga foydali bo'ladi. Boshqa paytlarda shunchaki bitta yog'ni surib, yuzingizni har xil o'zingiz bilib bilmagan holda massaj qilishingizni umuman tavsiya qilmayman. Bunday yuz terisi muddatidan ham oldin osilib ketadi. Siz osilgan yuz teriga ega bo'lishingiz mumkin. Bunday narsalarni bilib bilmasdan qilmaslik albatta kerak emas. Aziz Yosharish kanali muxlislari, yana qanday mavzuda sizlarga ma'lumotlar berishimni xohlardingiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va yana sizlar uchun eng foydali videolarni biz qilib boramiz.